Xo'p, ushbu videoda sizlarga qanaqa qilib ilk zapuskingizni o'zidanoq kamida $10,000 daromad qilishni, sotuvlar qilishni o'rgataman. Xo'p, buning uchun sizlar bozorda eng zo'r bo'lishingiz shart emas. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, men qanaqadir eng zo'r bo'lishim kerak yoki qaysi etapga ketib olgan bo'lishim kerak deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa bo'lishingiz shart emas. Xo'p, sizga katta miqdorda auditoriya kerak emas. Ya'ni hozir misolida tushuntiraman, даже 2000 ta, 3000 ta подписчикlik, даже 1000 ta подписчикlik profillarda ham normal sotuvlar qilish mumkin. Shuni sizlarga bugun o'rgataman. Xo'p, katta xarajat qilish shart emas, qanaqa minimal xarajat qilish bilan o'rgana olasiz va eng asosiysi sizlarga katta jamoa kerak emas. Katta jamoa deganda ularni boshqarish, ularni topish, ularga oylik berish sizlarsiz ham birinchi zapuskingizda katta yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, bugun sizlar bilan nimalarni gaplashamiz? Birinchisi, blogingiz orqali kamida $10,000 zapusk qilishni 10 ta qadamni o'rganib olasiz. Ikkinchisi, noldan sotuvgacha bo'lgan paragraf ketma-ketligini o'rganib olasiz va sizlarga tayyor shablonni beraman. Uchinchisi, VSL voronkasini o'rgataman. Ko'pchilik endi boshlaganda, zapusk qilmoqchi bo'lganda har xil voronkalardan foydalanib ko'radi. Masalan, webinar qilib ko'rmoqchi bo'ladi yoki har xil seminarlar qilib ko'radi yoki umuman boshqa strategiyalar qilib ko'radi. Lekin hozirgi holatda noldan, masalan, minimal rasxod bilan katta zapusk qilaman desanglar, eng yaxshi ishlayotgan strategiya bu VSL voronkasi. Hop, video davomida, mana shu dars davomida buni qanaqa foydalanishni to'liq o'rgataman. Va to'rtinchisi, birga bir soch texnikasini o'rgataman. Dars davomida buni bilib olishingiz mumkin. Xo'p, dars boshlanishidan oldin o'zim haqimda qisqacha informatsiya beradigan bo'lsam, Toshkentda tug'ilganman. 4,5 yildan buyon marketing sohasida faoliyatimni yuritaman. 3 yildan buyon zapusk sohasida ishlayman. Hozirgacha umumiy 19 ta ta'lim va qurilish zapusklarini amalga oshirganman. Umumiy $300,000 dan oshiqroq ta'lim loyihasini boshqarganman o'zim va umumiy qurilish sohasida ham faoliyatim yuritgan va 400 dan ortiq uylar sotilishiga o'zim yordam berganman. Xo'p, hozirgacha bir nechta katta loyihalarni zapuskni amalga oshirganman. Buni slaydlardan ko'rishingiz mumkin. Masalan, Ilhom Begimqulov, Ma'suma Ashirmetova, Hilola Yusupova, umuman shaxsiy brend bo'yicha Farruh Saliyev, Kamol Digital va Umar Murodov. Bundan tashqari umumiy juda ko'p loyihalar bilan ishlaganman va eng asosiysi oxirgi 2,5 yil davomida Kamol Digital ekspert bilan ishlayapman. Aynan targeting sohasida zapusklar qilamiz va hozirgacha umumiy 300 dan ortiq o'quvchilarni targetda o'rganishiga yordam berganmiz va umumiy masalan tekin umumiy barcha produktlarimizda 30,000, 40,000 ta atrofida o'sha odamlar o'qib chiqqan. Xo'p, 2025-yil yanvar oyi blogga kichkina bo'lgan bitta tanishim zapusk qilaylik deb menga aloqaga chiqatdilar. U vaqt ularda 1,5 tamida, umumiy 2,000 tamida ahvollari bo'lardi. Shunda o'zimga yetdim. Davay unda quraman, qolganligi avtovoronkalar bilan shu etilgandek boshqa strategiyalar bilan umuman kichkina blog bo'ladimi, katta blog bo'ladimi, istalganda zapusk qilish mumkin degan narsani o'sha vaqtlar blogimda aytib yurardim. Davayt unda qilib ko'ramiz, qolganligi ham misollar ko'rsataman degan narsani aytdim. Xo'p, bir oy davomida ishladik, umumiy bir oy davomida zapusk qildik. Tushuntirib o'taman, unda qanaqa bo'lgan proyekt? Stories ahvati primerni 100-150 ta edi, ya'ni stories ahvati ham yo'q edi. U profilda men masalan uni sohasi turagent edi. Men turizm bo'yicha ishlayman degan videolari ham yo'q edi. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, umumiy 0 profil, ya'ni faqat tanish-bilishlar uchun yuritilgan profildan biza strategiya qilib, umumiy voronka deydi, voronkalar qilib sotuv qilishimiz kerak edi va mana shu sotuvni qanaqa qilganimizni ushbu dars davomida hozir tushuntirib beraman. Natija qanaqa bo'ldi deb o'ylaysizlar? Bir oy davomida ishladik, zapusk qildik, umumiy 130 million so'mlik tushum qildik. Ya'ni bir oy davomida biza zapusk qilganimizda umumiy 130 million so'm tushum bo'ldi, ya'ni $10,000 dan ko'proq savdo qilishga erishdik. Xo'p, bunda eng qiziq tomoni nima deydigan bo'lsanglar, har bitta zapusk uchun bilasizlar, boshlang'ich xarajat kerak bo'ladi. Masalan, webinar qilaman deydigan bo'lsanglar ham, sizlarga pul tushgungacha, masalan, 3 kunlik webinar qilaman desanglar, har kuni webinarga masalan $500 ketsa, $1,500 rasxod bo'ladi. Umumiy target videolarni desanglar, unga rasxod bo'ladi. Umumiy juda katta xarajatlar bo'ladi. Biz bu zapuskda umumiy boshlang'ich $1000 ga ham xarajat qilmaganmiz. Общий hisoblaganimizda targetda o'ziga $700 sarflaganmiz. Shu $700 biz avtovoronkaga olib tushganmiz. Oxirida shu $700 130 million bu bizga qaytib kelgan. Xo'p, mana shu strategiyani noldan zapusk qilishni, umumiy strategiyalarni hozirlarga o'rgataman. Xo'p, tayyormisizlar? Bu videodagi qadamlardan, strategiyalardan foydalanib, sizlar ham noldan ushbu yaxshi katta natijaga erisha olasizlar. Xo'p, o'zi zapusk terminini birinchi marta eshitayotgan yoki zapuskdan aloqasi bo'lmagan odam ko'rayotgan bo'lishi mumkin bu videoni. Zapusk nima? Zapusk olishga tayyor bozorga o'zingizni mahsulotingizni yoki xizmatingizni olib chiqish jarayoni. Ko'pchilik o'ylaydi, zapusk bu qanaqadir onlayn kurslarni sotish, webinar qilish yoki umuman shunga o'xshash narsalar deb o'ylaydi. Yo'q, bu zapuskni ma'lum bir turi, ya'ni zapusk umumiy katta marketing strategiyasi deydigan bo'lsak, masalan webinar qilish uning bitta qismi bo'ladi. Zapusk umumiy olib qaraydigan bo'lsak, nima desa,
masalan, qanaqadir onlayn kursisiz, siz onlayn kursni yozdingiz, mana shu onlayn kursni savdoga chiqarish jarayoningizga masalan zapusk deyiladi. Yoki-da bizneslarni olib qaraydigan bo'lsak, har yili Apple nima qiladi? Apple asosiy strategiyasi mana shu zapusk, marketing strategiyasi zapusk uni. Har yili shu sentyabr oyining 20-larida Apple juda katta YouTube'da webinar qiladi, ya'ni YouTube'da efir qiladi. Efirda masalan kelayotgan hozirgi yilda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max yangi versiyalarini hammasini taqdimot qilib beradi va sotuv ochadi. Bir vaqt sotuv ochadi. O'shandan keyin o'sha ajiotaj bo'ladi, sotuvlar bo'ladi. Mana shu zapuskga qisqacha misol bo'lishi mumkin. Xo'p, zapusk texnologiyasidan asosiy 3 ta yo'l bilan daromad qilish mumkin. Birinchisi mahsulotingizni yoki-da xizmatingizni sotib. Bunga hozir misol qildim, Apple'ni asosiysi mashindan foydalanadigan Apple deyishimiz mumkin. Va ikkinchi boshqa misol beradigan bo'lsam, hozirda qurilishlarni ko'ryapsizlar. Qurilishlar bir kunda katta efir qiladi. Telegramga 30 mingta, 40 mingta ko'pchilik, masalan 100 mingtalar odam yig'otdi va o'sha 100 mingta odamga bir kun taqdimot qilib beradi. Taqdimotda uylarini narxlari qanaqa, qayerda joylashgan, qanaqa afzalliklari bor, shularni ko'rsatib beradi va maxsus taklif beradi. Faqat ertaga kelsanglar, ertaga ochilish bo'ladi. Ochilishda masalan 20% skidka beraman yoki ochilishga keladigan bo'lsanglar, mana bunaqa narsani bonusga beraman deyapti va bir vaqtda katta masshtabni, masalan, qolganlar 1 yilda qiladigan sotuvini bu 1 yilda bir marta sotuv qilib, o'sha ob'yomni bajarib qo'yapti. Mana shu mahsulot yoki xizmatingizni sotib zapusk qilishga misol bo'la oladi. Ko'pchilik aytishi mumkin, masalan, men tadbirkorman, mahsulot yoki xizmatim bor. Hamma narsaga zapusk qilish tushadimi deyishlar mumkin-da. Hamma narsaga zapusk tushirish mumkin, chunki biz masalan mahsulot sotib ko'rganmiz, zapusk orqali nima qilganmiz? Webinar qilganmiz. Webinarda o'sha 300-400 minglik har xil antikvarniy produktlar bo'lgan, har bittasini bitta-bitta tanishtirib chiqqanmiz. Bu produktimizni mana bunaqa narxdan hozir sotib olsang, mana bunaqa narxda, bu masalan bu produktdan 30 ta bor. Bu mahsulotimiz bunaqa deb turib, o'sha bor skladga qolib ketayotgan tovarlarni zapusk orqali bittada sotuvlarning barchasini amalga oshirib tashlaganmiz. Ikkinchisi, zapuskdan eng ko'p foyda oladigan va eng ko'p hozirgi vaqtda foyda olib kelayotgan soha bu infoproduktlarni sotish, ya'ni kurs sotish. Hozirgi vaqtda zapuskdan asosan mana shu onlayn kurslarni, offlayn kurslarni sotuvda foydalanishyapti. Bunga misol beradigan bo'lsam, webinar qilishadi, 3 kunlik webinar qilishadi. Shu 3 kunda boshida bepul dars berishadi, orqasidan hozir sotuv ochiladi, sotib oladigan bo'lsang, qanaqadir maxsus taklifimiz bor degan narsalarni berishadi. Yoki-da qanaqadir ochuv dars qilishadi, odamlar bitta joyga yig'ishadi va ochuv darsda shu kelasi darsga qo'shilmoqchi bo'lsang, masalan, narx mana bunaqa deb turib, kurs haqida ma'lumot berishadi. Mana shu infoproduktlarni sotishga misol bo'la oladi. Xo'p, uchinchi yo'li ham bor. Uchinchi yo'li qanaqa deydigan bo'lsanglar, prodyuser sifatida zapusk orqali daromad qila olasizlar. Xo'p, tepada o'zingizlarning infoproduktinglarni sotinglar yoki o'zingizlarning mahsulotinglarni sotib zapusk qilishingiz mumkin dedim. Ba'zi insonlar bor, meni o'zi ishim ko'proq, menga bitta odam kerak, shu ishlarni hammasini qilib bersin. Masalan, prodyuser kerak, menga infoprodyuser kerak deyshadi. Xo'p, sizlar masalan, agarda mahsulotingiz bo'lmasa yoki xizmatingiz bo'lmasa yoki sizlarning infoproduktingiz, kursinglar ham bo'lmasa, mana shu bor insonlarga yordam berib ham daromad qilishingiz mumkin. Masalan, boya ham aytdim, shu biz 130 millionlik savdo qildik deb. Unda ham men qilgan asosiy vazifam mana shu prodyuser bo'lganman. Prodyuser sifatida o'sha zapuskni ekspert bilan birga qilishga yordam berganman. O'rtacha aytadigan bo'lsam, bozorda infoprodyuserlar qanaqa daromad qiladi? Umumiy foydadan, ya'ni umumiy tushumdan emas, foydadan 30% dan 50% gacha shu pulni olishga muvaffaq bo'ladi. Keyin sizlarga bitta case ochib beraman. Biz o'sha 130 millionlik savdo qildik deganda qanaqa narsa bo'lgan? Biz $700 umumiy targetga sarflaganmiz. Ya'ni katta budjet sarflamaganmiz. Odamlar men eshitganman, $2000-3000 sarflab, даже hozir 130 millionlik, $10,000 savdo qildik dedim, shuni ham qilmaganlar bor. Biz aytdik $700 targetga sarfladik, odamlarni botga tushirdik, botdan keyin o'sha odamlarga o'zimiz takliflarimizni berib, dashinglar qilib savdolar qildik. Bilasizlar, umumiy qancha xarajat bo'ldi? Umumiy kurs xarajatlari, narsalarni olib qaraydigan bo'lsa, 24-25 million atrofida bo'ldi. Umumiy 105 millionga yaqin bizda foyda qoldi. Tasavvur qilsanglar, 105 millionga yaqin foyda qoldi. Klient bilan kelishgan protsentim bor, shu protsentimni olganman. Hop, tushuntirmoqchi bo'lgan narsam qanaqa? Agarda sizlar yo'lni biladigan bo'lsanglar, katta xarajat qilmasdan turib ham normalniy zapusklar amalga oshirishingiz mumkin. Xo'p, qanaqa zapusklardan ko'proq daromad qilish mumkin? Hamma sohada zapusk qilsa ham katta daromad qilish mumkinmi? Yo'q. Aynan ba'zi bir sohalarda, ba'zi bir yo'nalishlarda zapusk qilsangiz, siz katta daromad qila olasiz. Hozir sizga shularni qanaqaligini o'rgataman. Xo'p, zapuski zo'r bo'lishi nima bo'lishi kerak deydigan bo'lsangiz, bozorda sizning mahsulotingizga yoki sizning produktingizga, kursingizga talab bo'lishi kerak, ehtiyoj bo'lishi kerak. Asosiy 3 ta yo'nalishlarda bozorda talab bo'ladi, ehtiyoj bo'ladi. Birinchisi oila, ikkinchisi sog'liq va uchinchisi pul. Asosiy mana shu yo'nalishlarda
barcha sohalarda daromad o'tadi, pul o'tadi. Chunki odamlarga har doim oilasi, munosabatlar qiziq, odamlarga har doim sog'lig'i qiziq, odamlarga har doim pul topish qiziq. Mana shu sohalar atrofida masalan kurs qiladigan bo'lsanglar yoki produkt qiladigan bo'lsanglar, sizlar zapuskdan bemalol katta daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, ba'zi bir yo'nalishlar bor, men o'ylayman, u yo'nalishlardan katta daromad qilish qiyin. Masalan, men ko'rganman, gitara chalish bo'yicha yoki pianino chalish bo'yicha qanaqadir kurslar qilishgan, vebinarlar qilib tashlashgan, lekin odamlar sotib olmagan. Nimaga deydigan bo'lsangiz, talab yo'q. U na odamni oilasini yaxshilashga yordam beradi, na sog'lig'iga yordam beradi. Agarda produkt pul topishga yordam beradigan bo'lsagina daromad qilish mumkin, lekin men eshitganman, что yaxshi zapusk bo'lmagan. Xo'p, va keyingisi ikki xil produktlar bor. Birinchisi bad produkt, ikkinchisi tabletka produkt. Farqini tushuntirib beraman. Odamlar qachon bad ichadi, ya'ni vitaminlar, narsalarni qachon ichadi, o'zining sog'lig'i yaxshi, lekin bundan ham yaxshi bo'lish uchun bad produktlarni ichadi. Tabletkani qachon ichadi odamlar? Tabletkani qanaqadir kasal bo'lsa, qattiq og'riyotgan bo'lsa ichadi. Sizning produktingiz tabletka bo'lishi kerak. Ya'ni bad produkt bo'lishi kerak emas. Agarda zapusk orqali katta daromad qilaman deydigan bo'lsangiz, sizning produktingiz tabletka produkt bo'lishi kerak. Insonlar muammosi bo'lsa, muammoga yechim sifatida kurs sotib oladi. Agarda muammosi bo'lmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan uni o'tkazib yuboradi-da, muammosiga yechim bo'ladigan kurslarni qidiradi. Masalan, ko'ryapman, notiqlik bo'yicha kurslar qilishyapti. U kursda sen qaysidir muammoga yechim olasan degan taklif berishmayapti. Sen yaxshiroq gapira olasan degan taklif berishyapti. Ya'ni odamlar hozir hammasi gapiryapti, shundan ham yaxshiroq gapirasan degan takliflarni berishyapti, lekin savdosi yaxshi bo'lmayapti. Sababi ular qaysidir muammoga yechim bo'lmayapti. Ular hozirgi holating yaxshi, lekin bundan ham yaxshiroq qilasan degan takliflarni berishyapti. Va uchinchisi, arzon sotsangiz ko'p pul topa olmaysiz. Siz mahsulotingizni maksimum qimmatroq qilishga harakat qilishingiz kerak. Hozir ko'raman, juda ko'p psixologiya kurslari bor yoki umuman ayollarning nishasida kurslarni ko'raman. Ular na juda ko'p odamga sotyapti, na qimmat sotyapti. Agarda katta ob'yemga sotadigan bo'lsangiz, arzon sotishda foyda beradi, lekin hali blogingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz harakat qilib o'tirmang, arzon produkt qilaman, undan ko'pchilik sotaman. Chunki o'zi siz blogingizda kam odam. Kam odamni siz qanaqa ko'proq pul topishingiz mumkin? Maksimum qimmatroq sotishingiz kerak. Xo'p, asosiy zapuskingiz, produktingiz mana shu 3 ta narsaga mos keladigan bo'lsa, katta zapusk qila olasiz. Endi sizlarga o'sha asosiy aytilgan mavzuni aytib beraman. Qanaqa qilib 10 ming dollarlik birinchi savdo e'lon qilishlar mumkin? 10 ta qadamda sizlarga buni tushuntirib beraman. Xo'p, birinchisi blogingizni yuritishni boshlashingiz kerak. Men sizlarga aytmayman, blogingizda zapusk qilish uchun 10 ming obunachiga oling yoki 20 ming obunachiga oling yoki har bitta video uchish kerak yoki bu narsalarni aytmayman. Men aytishim kerak bo'lgan narsa asosiysi nima? Blogingizga postlar qo'ying. O'zingiz haqingizda, ishingiz haqingizda, umuman masalan proyektlar bo'lsa, proyektlaringiz haqingizda boshlang'ich narsalar qiling-da, blogingizni to'ldirib qo'ying, aktualnilaringizni to'ldirib qo'ying, что blogingizga kirgan odam, masalan, reklama yoqadigan bo'lsangiz, blogingizga kirgan odam ko'rish kerak, что bu tiri odam ekan, har qatdan nimadirlar qilgan ekan, mana alda ketmaydi degan narsa bo'ladigan darajada blogingizni to'ldirib qo'yishingiz kerak. Hozir sizlarga men bir nechta misollar beraman. Qanaqa qilib kontentlar olishingiz mumkin, qanaqa ideyalar bor, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, qayerdan g'oyalan olishingiz mumkin? Birinchisi, eng asosiysi raqobatchilarni o'rganishingiz mumkin. Agarda sizning sohada raqobatchingiz bo'lmaydigan bo'lsa, sizlarga yana bitta insight, demak sizlar noto'g'ri sohadasizlar. Masalan, ko'pchilik bor, birinchi marta mana shu kursni qilib ko'rmoqchiman deydi. Nimaga qolganlar qilmaganmi desam, yo'q, qilmaganman, birinchi bo'laman deydi. O'ylab ko'ring, balki sabab bordir. Qolganlar qilmagan sabab balki bu sohada natija qilib bo'lmas. Agarda sizdan oldin ham konkurentlaringiz bor bo'lsa, bozorda katta o'yinchilar bo'lsa, kontentlarini ko'ring. Qaysi videolari 100 ming talab prosmotr olyapti, qaysi videolari million prosmotrlar olyapti. Raqobatchilardan shu mavzularni o'rganib, shuni o'zingizga moslab kontent qilishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, ikkinchisi, odamlarga top ma'lumotlar qiziq. Xo'p, o'zingizlar sohalarga oid top 3 ta, top 5 ta har xil narsalarni aytib berishingiz mumkin. Masalan, tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, tadbirkorlikni rivojlantirishga oid top 3 ta kino deysizmi, top 3 ta kitob deysizmi, top 3 ta fakt deysizmi. Umumiy shunga o'xshash top 3 ta degan mavzularni qilishingiz mumkin. Masalan, ChatGPT ga yozadigan bo'lsangiz, men shunaqa mavzularda kontent qilmoqchiman. Qanaqa masalan kontentlarni yozish mumkin desa, sizga tayyor 10-15 ta variantlarni qilib beradi. Keyingisi xatolar razbor. Sohangizga oid insonlarning qilayotgan xatolarni ochib berishingiz mumkin. Masalan, yaqinda shaxsiy brend bo'yicha Asror Iskandarov shu narsani katta bloglarda amalga oshirdilar. Ya'ni insonlarning blogida qanaqa xatolari bor, kontentlarda qanaqa xatolari bor ko'rsatdilar va bu orqali juda katta auditoriyani bloglariga jalb qildilar. Va keyingisi qanaqa qilib mavzusidan boshlangan kontentlar, ya'ni o'rgatiluvchi, polezniy kontentlar. Odamlarga
nimadir qilishni o'rganish qiziq. Bu sohasiga oid bo'ladi, sohasiga oid bo'lmaydimi? Qanday qilib so'zdan boshlanadigan, kontentni qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan odamlarning e'tiborini chop qolasizlar. Masalan, mana shu YouTube videoni ham odamlar ko'rish uchun men Instagramdan target yoqib auditoriyani olib ko'raman. U yoqda berilgan asosiy taklif qanaqa qilib, masalan, bir oy o'zida 10 ming dollarlik savdolarni qilishni o'rganib olish mumkin yoki qanaqa qilib hech qanaqa blogsizdan zapus qilish mumkin. Umuman qanaqa qilib so'zdan boshlab turib nimadir o'rgatishimni men targetimda aytganman, odamlar shundan keyin qiziqib videoyimni ko'rgan. Va keyingisi yana qanaqa qilib kontentlar qilishingiz mumkin? Obunachilardan kelayotgan savollarga javob berish orqali. Bu yerda masalan storieslaringizda oproslar qilishingiz mumkin yoki kommentariyallaringizda odamlar savollar berayotgan bo'lishi mumkin. Demak, savollar beryaptim, mana shu mavzu sizning obunachilaringizga qiziq. Obunachilaringizga qiziqmi? Demak, shu mavzuda kontent qilsangiz, sizni ko'proq odamlar tomosha qiladi. Xo'p, ikkinchi qadam, bo'ldi, kontentlar qildingiz, postlar qo'ydingiz. Endi nima qilaman deydigan bo'lsangiz, storiesda aktiv bo'ling. Live va ish jarayoniga oid kontentlarni ko'paytirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bunga bir nechta misollar bor. Live storiesga qanaqa misollar deydigan bo'lsangiz, masalan, har kuni har xil mavzularni ochib berishingiz kerak. Ish kuningiz qanaqa o'tadi? Qanaqa maqsadga qarab ketyapsiz? Bu yil qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? Eng qiyin vaqtingiz qanaqa bo'lgan? Bu yil olgan top insightlaringiz, yoshligingiz, umuman look, umuman kiyinish uslublaringiz, sayohatlar, umuman savol-javoblar qilib turib, siz har kuni o'sha live storieslar qilishga harakat qiling. Masalan, kam odam ko'ryapti, ko'p odam ko'ryapti degan narsaga e'tibor bermasdan, "Hop, 100 kishi ko'radimi, 200 kishimi, 1000 kishimi?" har kuni live storieslarni qilishga harakat qilishingiz kerak. Xo'p, live storiesdan tashqari ishga oid storieslar qilishingiz kerak. Masalan, qanaqa loyihalar qilyapsiz? Mijozlarni qayerdan topyapsiz? Mijozlar siz ishlagandan keyin do-postli holati, proyektlaringiz tarixi, ishingiz plyus minuslari, переговорlar, ish jarayonlaringiz, qanaqa kafeda ishlaysizmi, qanaqa ishlaysiz, nimaga ishingiz mijozlarga kerak bo'ladi, qanaqa qilib daromad qilyapsiz, qayerdan kelyapti bu daromadingiz va qanaqa xaridlar qilyapsiz, umumiy shunga oid kontentlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 3-qadam, kontentlar qildingiz, uje storieslar qo'yyapsiz, sekin uje siz hayotingizni aytib berayotganingizda, ishingizni aytib berayotganingizda uje odamlar sizning ishingizga qiziqishni boshlaydi. Uje sizga yozish boshlashadi. Что qanaqa ish bu, menga ham o'rgata olaysanmi? Umumiy shunga o'xshash narsalar bo'lish boshlaydi. Xo'p, 3-qadam nima deydigan bo'lsangiz, siz tadqiqot qilishingiz kerak, mijozlaringizni kimligini o'rganishingiz kerak. Siz qachon ko'p sotuv qila olasiz? Qachonki mijozingiz miyasida nima borligini, ularga nima kerakligini biladigan bo'lsangiz, ularga ko'proq sotuv qila olasiz. Xo'p, buni mijoz miyasida nima borligini, nima narsa sotib olmoqchiligini qayerdan bilish mumkin? Uning uchun oddiy storiesda anketa bering va har bitta inson bilan storiesda anketani to'ldirgan bir gapir bog'lanib chiqing. Masalan, bu yerda biz target loyihamiz uchun o'qiganmiz, target natijasini oshirmoqchi bo'lganlar uchun so'rovnoma. Bu so'rovnomani to'ldirganga biz maxsus dars beramiz deyamiz. Va odamlarda motivatsiya ham bor, nimaga bu darsni ko'rish kerak. Va odamlarda motivatsiya bor, nimaga bu formani to'ldirish kerak. Xo'p, anketani to'ldirdimi? Endi u insonlarga aloqaga chiqasiz va aloqaga chiqib asosiy ushbu 6 ta narsani bilib olishingiz kerak. Hozir qanaqa muammosi bor? Qanaqa maqsadlari bor? Qanaqa qo'rquvlari bor? Nima uchun sizni kuzatyapti? Qanaqa kurs qilsangiz xarid qilgan bo'lardi? Necha pul berishga tayyor bu sizning produktingizga? Asosiy mana shu narsalarni bilib olishingiz kerak. Lekin o'zi bu narsani kastiv deyishadi. Kastivda umumiy bizda qilganimizda 40 ga yaqin savollarni so'raymiz. Klientning miyasida nima bor bo'lsa, hammasini 1 soat ichida primerni gaplashib bilib olamiz. Ya'ni klientni qancha ko'p bilsangiz, shuncha siz ko'proq savdo qilishingiz mumkin. Endi sizlarga men buni foydasini tushuntirmoqchiman. Ko'pchilik o'ylash mumkin, buni qilmasdan turib men o'zim bilaman sohamni, o'sha soham bo'yicha produkt qilsam bo'lmaydimi deb o'ylash mumkin. Yo'q, unaqa emas. Masalan, biz target kurs qilamiz. Bizda-chi bozorda bizdan tashqari yana 15 ta raqobatchimiz bor. Nimaga aydan bizdan sotib olish kerak? Biz mijozlarni o'rganganimizda bilganmiz, что odamlarga faqatgina target emas, ularga kontekstli reklama, Google, Yandex reklama yoqish ham kerak ekan. Bo'ldi, biz shu narsani qo'shdik, raqobatchimizdan o'sha bir qadam oldindamiz. Demak, klient bizdan sotib oladi. Yoki klient aytayapti, menga mana bu narsa kerak, bu narsa konkurentlarda yo'q ekan deyapti. Bo'ldi, shu narsani o'zimizga qo'shamiz. Qo'shdik, klient yana bizdan sotuv qiladi, yana bizdan sotib oladi. Ya'ni mijozni o'rganish bizga nima kerak? Bizda sotuv konversiyasini, ya'ni savdolarimizni oshirishimizga to'g'ridan-to'g'ri kerak bo'ladi. Xo'p, 4-qadam uje blogingizda yurg'izdingiz, uje storieslaringizni lifestyle qilyapsiz, ishingizni ko'rsatyapsiz, uje klientlarning kimligini ham o'rganib oldingiz, klientlarga qanaqa produktdan ham kerakligini o'rganib oldingizmi? 4-qadam o'zingizni produktingizni tuzinishingiz kerak. Umumiy kurs konsepsiyasi deyiladi. Xo'p, bu ekranda ko'rsatganim uje o'zimiz loyihamizga biz qanaqa kurs konsepsiyasini tuzamiz, qanaqa produktimizni tuzishimizni ko'rsatib berganman. Ko'rishingiz mumkin. Bunda to'liq produkt kim uchun tuzilgani, umumiy darslar bo'ladigan bo'lsa, har bitta modul ichida nima darslar bor va klient bundan nima foyda oladi, umumiy
to'liq qilib tuzib chiqamiz va klientga ko'rsatamiz. Mana bizning produktimiz mana shunaqa, buni foydasi bunaqa, konkretniy bir rezultatni olasan. Kursda masalan mana bunaqa garantiyalar bor, asosiy mana shu darslardan iborat, buni foydasi bunaqa deb ko'rsatamiz. Klient maksimalni ko'rdimi, hamma muammosiga yechim bo'ladi. Biz test qilganda o'sha klientlarni o'rganganda ko'rganmiz, ularga nima kerak, qanaqa muammosi bor edi. Hammasiga yechimini biz mana shu produktimizda bor deymiz. Shundan keyin o'sha klient bizdan katta ehtimol bilan xarid qiladi. O'sha bo'ldi. Produktingizni ham tuzib oldingizmi, keyingi qadam nima? Dekompozitsiya qilishingiz kerak. Xo'p, dekompozitsiya nima deydigan bo'lsangiz, dekompozitsiya masalan sizga 30 sotuv qilish kerak yoki 100 ta sotuv qilish kerakmi? Xo'p, shu 100 ta sotuv qilish uchun nima qilishim kerak? Aniq raqamlarda bilib olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda masalan men bitta loyihamizni dekompozitsiyasini ko'rsataman sizga. Bizning varonkamizda bizga 30 sotuv kerak bizga. Bizning sotuv modelimiz qanaqa? Konsultatsiya qilamiz, konsultatsiyadan sotuv qilamiz. Undan oldingi martalarda o'sha 30% konversiya bo'lgan. Demak, bizga 90 odam konsultatsiyaga kirish kerak. Bundan oldin o'sha ko'rganmiz, bizda 25% odam shu nomer qoldirgan bo'lsa, konsultatsiyaga to'g'ri kelyapti. Demak, biz hisoblab chiqqanmiz, 270 ta odam bizlarga lead qoldirish kerak ekan. Xo'p, keyingi etapni ko'ramiz. Biz VSL formatda qilganmiz. VSL umumiy 1350 kishi ko'rish kerak. 1350 kishi VSL ko'rish uchun примерно 1600 dan start bosish kerak va 1600 ta odam botga start bosish uchun bizga 2600 ta odam klik qilish kerak. Ya'ni bu yerda biz dekompozitsiya qildik va aniq raqamlarni bilib oldik. 2600 ta bizga klik kerak ekan, shu biza 30 ta sotuvni amalga oshirishimiz uchun. Endi biza 2600 ta klik kerakligini bildikmi, примерно biza taxmin qilamiz. Masalan, hozir post qo'yadigan bo'lsak, примерно 100 ta odam klik bosadi. Ya'ni klik deganda o'sha plyus qoldiradi, unga link boradi. Masalan, Telegramga qo'yadigan bo'lsa, yana 100 kishi o'tadi. Umumiy 200 ta ekan. Tanishlarimizga yetsa, tanishlarimiz storiesga qo'yib bersa, masalan, undan ham yana 200 kishi o'tadi. Demak, 400 kishi masalan hozirda bizda aktivimiz bor. Sotuv qilishga 400 ta klik qilishimiz mumkin ekan. Yana bizga qancha yana klik kerak, odamlar qilish kerak bo'lgan 2200 ta. Hop 2200 tani biz qayerdan olamiz? Masalan, eng oson yo'li bunga target yoqishimiz mumkin. Xo'p, agarda oldin target yoqqan bo'lsangiz, примерно o'shani raqamini qo'yishingiz mumkin. Masalan, 10 sentdan tushyapti oldingi targetinglarning rezultati bitta klikka. 10 sentdan tushadigan bo'lsa, demak bizga hozir 2200 ta klik kerakmi? $220 target sarflasanglar, mana shu 30 ta sotuvga rezultatga bemalol erishishingiz mumkin. Ko'pchilikda masalan birinchi marta boshlayotganda muammo bo'lishi mumkin. Men hali zapus qilib ko'rmaganman, menda aniq raqamlar yo'q. Qayerdan olishim mumkin men bu raqamlarni degan. Eng oson yo'lni aytaymi? Mentor topinglar. Masalan, mentor deganda o'zingizlarni o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, tushuntirib beradigan odamlar bo'lsa, u sizlarga aytadi. O'zida chunki 20 talab, 30 talab zapuski bor, ular uje bilib ketgan, qaysi varonka qilsa qanaqa konversiya bo'lishini. Ular sizlarga o'sha varonka qilishiga, konversiya qilishiga yordam beradi. Eng yaxshi yo'li mentor toping. Agarda masalan, budjet tomonlama problem bo'ladigan bo'lsa, nima qilishingiz mumkin? O'sha sohadagi raqobatchilarga yozib ko'rishingiz mumkin. Men birinchi marta qilib ko'ryapman. Shunda sizlar ham qilgan ekansizlar. Qanaqa raqamlar bo'lganini so'rab ko'rishingiz mumkin. Bir xillari aytadi, bir xillari aytmaydi. Xo'p, dekompozitsiya qilib oldingiz. Uje sizda aniq raqamlar bor. Shu planingiz 30 sotuvmi? 30 sotuv uchun примерно 3000 tadan qiziqish kerak ekan. Men buncha targetga sarflashingiz kerak ekan. Keyingi etapda xo'p, nima qilaman deydigan bo'lsanglar, keyingi etap progress. Ya'ni progress deganda progress nima desanglar, progress insonlarni siz xohlagan ishni bajarishiga oldindan qizdirish va tayyorlab borish jarayoni progress deyiladi. Yana boyiga iPhone'ga qaytamiz. Uje iPhone sentabrda chiqsa, hozirdan uje uni progressi boshlangan. Ya'ni iPhone 8 Pro uje первый слух deyapti. Bu yerda uje oldindan uje iPhone progress qilyapti. Yangi produktni qanaqa chiqishi bo'yicha, qanaqa xarakteristikasi bo'lishi bo'yicha mana shuni progressiga misol qilishimiz mumkin. Ya'ni odamlarni oldindan qizdirib boryapti produktiga. Hali produkt yo'q, hech qayerda yetmagan produktni bunaqa bo'ladi deb uje lekin odamlarga sekin qanaqadir sluhlarni tarqatishyapti. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, progressga 7 kunlik shablonni berganman. Buni o'zingizlar stop qilib screenshot qolinglar va shunaqa qilib o'zingizlarda foydalanishingiz mumkin. Bu yerda o'sha har kun uchun отдельный temalar berilgan, bu shablon berilgan. Xohlasanglar bundan boshqacha ham qilishingiz mumkin. Bunda masalan yana nimalarni qo'yishingiz mumkin? Odatiy kuningiz qanaqa o'tadi? Qanaqa hozirgi holatingizga kelgansiz? Qanaqa sohangiz plus minuslari bor? Nima uchun siz sohangizni o'rganish kerak? Umumiy shunga o'xshash narsalarni qilasiz va boya aytgandek, o'sha bizning varonkamizni o'sha bepul dars beramiz, VSL qilamiz davomli. Shunga olib borish kerak-ku. Qisqacha tushuntirib berasiz. Sizlar uchun dars tayyorlayapman, qiziqmi deysiz? Va keyingi etapda masalan bepul darslik berasiz. Progressni o'sha hozirgi 7 kunlik etapi mana shunaqa bo'ladi. Bepul dars berasiz. Xo'p, bu yerda hozir 1-chi, 2-chi, 3-chi 7 kunlikni etap tushuntirganman. Sizlar ham o'zingiz uchun tuzib olinglar va shunaqa qilib o'zingizlarning profilingizda progress qilishingiz mumkin. Xo'p, progressdan keyingi etap nima desanglar? VSL, Video Sales Letter.
Hop, VSLda siz asosiy sotuvni amalga oshirasiz. Mana hozirgi men sizlarga olayotgan videoyim bilan aytishim mumkin, bu lead magnet yoki VSL, ya'ni sizlarga asosiy informatsiyani beraman va oxirida masalan qiziqqan insonlarga sotuv amalga oshiraman. Va mana shu VSLdan kattaroq sotuv qilaman, kattaroq foyda qilaman desanglar, uni o'zining ham asosiy varonkasi, o'zining strategiyasi bor. Masalan, men o'zim turli xil kurslardan o'qib chiqqanimdan va har xil kitoblardan olganimni birlashtirganman va o'zim uchun 30 ta qadamli VSL strategiyasini qilganman. Bu yerda o'sha to'liq ochib bermaganman, u masalan ko'rishingiz mumkin. Boshidan to oxirigacha aniq strategiya bor. Aniq strategiya bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, sotuvingiz zo'r bo'ladi. Xo'p, agarda mana shu VSL strategiyasi qanaqa bo'ladi yoki undan oldingi shablonlarni juda ko'pini ko'rsatdim. Mana shablonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, umuman mana shu VSL strategiyasi, ssenariysi qanaqaligi kerak bo'ladigan bo'lsa, Instagram storiesda meni atmetka qilinglar. Mana shu VSL strukturasi, undan tashqari oldingi barcha shablonlarni sizlarga tashlayman. Xo'p, VSL videoni tayyor qildinglar, mijozlarga VSLni aytdinglar. Keyingi qadam nima deydigan bo'lsanglar, avto varonkani yo'lga qo'yasizlar. Uje mana shu VSL strategiyani, sotuv strategiyasini yo'lga qo'yishni, ishlatishni boshlaysizlar. Xo'p, avto varonka bu nima deydigan bo'lsangiz, siz bir marta yasaysiz va sizga muntazam leadlar oqimini olib kelib turadi. Qanaqa muntazam leadlar oqimini olib keladi? Uje siz boya plan qildingiz, shu reklamaga $300 sarflasangiz, shuni sotuv qilasiz. Endi sizda necha kun bor masalan sotuv qilish uchun? Masalan 10 kun bor. Kuniga $30 dan reklama yoqib qo'yasiz, $30 dan reklama yoqasiz. Unda o'zi avtomatik reklamani qayoqqa yoqasiz? Masalan, izohlarda dars so'zini yozsangiz, sizga dars tashib beraman deyiladi. Uje keyin dars tashib bergandan keyin u botga tushadi, botda u dars ko'radi, dars ko'rgandan keyin dars oxirida sotuv bo'lsa, o'sha inson yoki produkt sotib oladi yoki sotib olmaydi. Mana shu o'sha struktura avtomatlashgan. Siz prosta bitta reklamani yoqasiz, o'sha bir marta tayyorlab qo'ygan strukturangiz bo'yicha sizga muntazam leadlar kelishni boshlaydi. Xo'p, botda o'sha men ko'rsatib qo'yganman. Mana bu Telegramdagi bitta loyihimizda VSLni bot strategiyasi, o'sha bepul dars beriladi, uning orqasidan najmli bo'ladi. Masalan, hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz katta ehtimol bilan botga a'zosiz. Botda ko'rishingiz mumkin avtovaronka qanaqa ishlayapti. Sizni bot bo'ldi, start bosdingizmi, ta'qib qiladi, ko'ring, o'rganing va o'zingizga ishlatib ko'rishga harakat qiling. Asosiy mana shu avtovaronkadan foydalanish uchun ikkita platforma bor. Birinchisi ManyChat, ikkinchisi ChatPlace. Kirib qanaqa foydalanishni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, 9-tab nima deydigan bo'lsangiz, uje avtovoronkani yo'lga qo'ydingiz, stabil target yoqasiz, stabil uje reklama yoqasiz, odamlar videoingizni ko'ryapti, uje stabil leadlar kelyapti. Keyingi etap nima desanglar, blokda sotuvlarni ochishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, sizlarga hozir 10 kunlik sotuv programmani, shablonni beraman. Xo'p, bepul dars berdingiz, uje odamlar ko'ryapti, odzivlarni beryapti. Uje videoingizni ko'rdimi, katta ehtimol bilan kursingizga qiziqyapti, kursingiz bormi, umumiy shunaqa narsalarni aytyapti. Hamma narsalarni storiesda ochib berasiz. Va o'sha sotuv boshlangandan keyin blokda qanaqa sotuv ochasiz? Birinchi kuni sotuv ochildi deb turib, produkt to'liq tushuntirib berasiz. Produktni mana shunaqa darslar bor, mana shularni boshlanyapti, bu degan informatsiyalarni berasiz va storiesda ilk sotuvlarni qilasiz. O'sha ertasi kuni nima qilasiz? Kurs prezentatsiyasi, o'sha bir kun dam olasiz, o'sha keyin live contentlar berib, kursga yozilganlarni repostlarini qo'yishingiz mumkin. Men yozildim degan narsani. Bu narsa zo'r ishlaydi programmada. Nimaga desanglar, odamlar qo'rqadi, shu men allanib qolmaymanmikin, masalan, rezultat olmasligim mumkin degan narsani, masalan, repostlarni ko'rsatadigan bo'lsangiz, qolgan odamlar rezultatini ko'rdimi u odam? Uje demak, mana ishonsam bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Xo'p, keyingi etap, keyingi kunda nima qilaman desanglar, bu prosta shablon, masalan, boshqacharoq qilishingiz ham mumkin. Qo'rquvlar bilan ishlashingiz mumkin. Masalan, klientlarning qo'rquvlari bor, kursga qo'shilsam, masalan, uxlatib ketsachi meni yoki masalan, oz kursi bo'lsa, ozolmasamchi degan narsalar bo'lishi mumkin. Qo'rquvlar bilan ishlashingiz kerak. Masalan, ozolmasamchi deydigan bo'lsangiz, oz kurs qiladigan bo'lsangiz, hamma ozgan insonlar rezultatini ko'rsating. Masalan, uyda o'tirganini ko'rsating, masalan, qanaqadir ish qiladiganini ko'rsating, masalan, bolalar ko'pini ko'rsating. Umuman har xil turdagi auditoriya bor. Har bitta auditoriyaning turidan o'zingizga mos klient misollarini ko'rsating. Har bittasini ko'rsatdingizmi, qaysidir unga mos bo'ladigan bo'lsa, masalan, men uyda o'tirgan ayol uyda o'tirib ham oz desangiz, u men uyda o'tiraman-ku, demak, men ham oz olerkanman deb turib, qo'rquvni yengib sizning produktingizni olishi mumkin. Xo'p, keyingi kunda umumiy razbor qilishingiz mumkin, masalan, aytishingiz mumkin. Qiziqayotganlar bor ekan, xohlasanglar bugun kechqurun sizlarni razbor qilib beraman yoki qanaqa jonli efir qilib beraman. Jonli efirda mana shu kurs bo'yicha savol-javob qilamiz. Savollarni berishingiz mumkin deyishingiz mumkin. Savol-javob efirni qilasizmi? Ishoning, 30 kishi kirishi mumkin, 50 kishi kirishi mumkin, lekin mana shundan kamida 20-30% ga sotib chiqib ketasiz. 30 kishi kirsa kamida 6 ta yoki 7 sotuv qilib qo'yasiz.
odam ko'p kirdi, kam kirdi degan narsani o'ylamang, maksimum produktingizni tushuntirib berishga, umumiy savollarga javob berishga harakat qiling. Qancha ko'p efir qilasiz, shuncha ko'p savdo qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi yana boshqa qo'rquvlar bilan ishlashingiz mumkin. Umuman keyin xarid qilganlarni, nimaga xarid qilganlarni ochib berishingiz mumkin va shunaqa qilib sotuvlaringizni yopasiz va dam olish boshlaysiz, uje live contentlar davom etadi. Xo'p, hozirgacha ham sizlar bilan uje noldan qanaqa qilib sotuv qilishgacha bo'lgan hamma etaplarni gaplashdik. Bitta etap qoldi. Birga bir endi sotuv qilish kerak. Mijozlarga lidlar tushdimi? Endi ularga o'zingiz produktingizni sotishingiz kerak. Hozir men sizlarga buni qanaqa qilish o'rgataman. Asosiy bitta strategiya, asosiy bitta butun dunyoda qimmat sotish uchun ishlatiladigan o'sha skript deydi, skript bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Ushbu 10 ta etapdan iborat. Birinchi tanishuv bo'ladi. Keyin mijozlarning muammolarini o'rganib olasizlar. Muammosini o'rgandinglarmi, raqamlarda oqibatlarni bilib olish kerak va bu kursingizdan nimalar o'rganmoqchi, masalan o'rganmoqchi, undan tashqari o'zi nima ish qilib ko'rdi, o'xshamadi, barchasini bilib olishingiz kerak va yechimlarni berishingiz kerak. Masalan, muammosi mana bunaqa muammoim bor deyaptim, bo'ldi deng, masalan kursimiz to'g'ri keladi deb yechimini berishingiz kerak va kurslarni to'liq prezentatsiyasini qilib berishingiz kerak, narxlarni to'liq ta'riflab bo'lgan bo'lsa, ta'riflab aytib berishingiz kerak va undan keyin e'tirozlar tug'iladi. E'tirozlar tug'ilganda e'tirozlar bilan ishlab, o'sha oxirida sotuv qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni masalan internetda spin deb qidiradigan bo'lsanglar, har xil misollar bilan ham mana shu sotuv texnikalarini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Endi 10 ta qadamni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Xo'p, endi sizlarga yana bitta qo'shimcha foydali informatsiya bermoqchiman. Qanaqa qilib sizlarda masalan kam resurslar bor bo'lsa, shu blogerlar kichkina bo'lsa, o'zi resursinglar kam bo'lsa, shu resurslardan foydalanib qanaqa qilib maksimallik katta natija, katta rezultat olish mumkin. Sizlarga buni tushuntirmoqchiman. Birinchisi, direct bilan aktivni ishlang. Masalan, odamlar qiziqib lichkangizga yozishi mumkin. Masalan, stories qo'yadigan bo'lsangiz, "Wow, zo'r rezultat ekan, qanaqa proyekt deb qo'yishi mumkin." Ko'pchilik o'ylaydi, "Men bunga javob bermasam, meni urovenim baland ko'rinadi. Men juda kuchli insonman" deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Sizga direktingizga savollar yozishyaptimi? Kibr yoqmaydi, ularga vaqtingiz boricha javob berishga harakat qiling. Masalan, bu qanaqa loyiha desa, masalan, "Men bunaqa proyekt, men bunaqa rezultat qildim" deb ayting. Bo'ldi, wow deydi. O'sha siz yozdingizmi, sizga o'sha iliqlik paydo bo'ladi klientda. O'zi sizda подписчик kam, o'zi sizda resurslaringiz kam, undan maksimalli foydalanish kerak. Keyin u masalan orqasidan yozing. O'zingizda qanaqa proyektlar bor, nimalar qilyapsiz deb savol berishingiz mumkin. Keyin u sizga aytib beradi. Masalan, bunaqa proyektlarim bor, bunaqa loyihalar qilaman deb aytib beradi. Keyin masalan gapga ulab xohlasang, mana shu meni etapimga chiqmoqchi bo'lsang, mana bunaqa produktim bor deb turib, ulab ketishingiz mumkin. Masalan, 100 ta odamga siz yozib ko'radigan bo'lsangiz, hatto 20%, 20 tasiga yana qo'shimcha lead olishingiz ehtimolingız bor. Prosta shu narsadan foydalanib ko'rib. Keyingisi, boya aytib berdim bu narsani, efirlaringizni sonini ko'paytiring. Ya'ni klientlarga qancha ko'p kontakt qiladigan bo'lsangiz, shuncha ko'p kontrakt qila olasiz, shuncha ko'p sotuvlar qila olasiz. Telegram kanalingizga odamlarni yig'ing, Telegram botingizda bor odamlarga Telegram kanalingizning linklarini beringda, har 3 kunda efirlik berishga harakat qiling. Masalan, har 3 kunda bir savol-javob efiri qiling. Har 3 kunda bir masalan qaysidir temani ochib bering. Har 3 kunda bir kimgadir razbor qilib bering. Qancha ko'p efirlar qilsangiz, sotuvlar shuncha oshadi. Boya aytganimdek 30 ta 40 ta odam kiradi, lekin har safar kirganda qo'shimcha 6 ta 7 sotuv bo'ladi. Umumiy masalan o'zi kamroq sotuv qilaman deydigan bo'lsanglar, kamroq o'zi odamlarga kuchim yetadi olishga deydigan bo'lsanglar, mana shu efirlarning o'zidan ham shu sotuvlarni bemalol to'ldirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, har bitta kanaldan aktivni foydalaning. Aktiv postlar qo'yib boring, storiesdan foydalaning, Telegramda postlar yozing, VSLlar ishlang. Undan tashqari masalan TikTok bor, YouTube Shorts bor. Odamlar prosta Instagramga o'ziga video qo'yadi. Yo'q, u videolarni TikTokka ham qo'yavering, YouTube Shortsga ham qo'yavering. Masalan, undan ham qo'shimcha odamlar kelishi mumkin. Siz bor aktivdan maksimum foydalanadigan bo'lsangiz, qolganlar foydalanmayapti. Siz foydalanasiz, ulardan oldinga o'tib ketasiz. Xo'p, keyingisi botga odamlarni olib kiring va aktivni dajim qiling. Hozirgi vaqtda ko'pchilik masalan mana shunaqa bepul dars beradigan bo'lsa, shunchaki Instagram o'zida YouTube linkini beryapti, bepul dars beryapti. Bu narsa katta xato. Agar bunaqa qiladigan bo'lsangiz, siz klientlarning bazasini yig'a olmaysiz. Telegram botda bitta asosiy zo'r funksiyasi bor. Nima deydigan bo'lsangiz, barcha mijozlarni siz bazasini yig'a olasiz va ular bilan juda ko'p qayta ishla olasiz. Masalan, buni sizni produktingiz bor misolda ham qilaylik. Qanaqadir produkt sotadigan bo'lsangiz, masalan yangi yilmi, qanaqadir bayrammi, istalgan vaqtda SMS yubora olasiz. Tasavvur qilaylik, bayram kuni masalan 8-martmi, 8-mart munosabat bilan ayoldagi mashhur kursimga 50% skidka bermoqchiman deb butun botingizga SMS yubordingiz. 10 mingtadan botingizda bor deb tasavvur qilaylik. 5 mingtasi masalan ayol kishi bo'lsa ham, faqat ayollar uchun bir kunga skidka beraman desangiz, kamida 20-30% o'shandan sotib olishga harakat qiladi. Shunaqa ko'p joylarda botdan foydalanib, katta natijaga erishishingiz, ko'p joylarda yutib ketishingiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, keyingisi pul kelyaptimi? Qaytib tiking. Ko'pchilik odam bir marta zapus qiladi-da, uni pulini qayta tikishni o'ylab ko'rmaydi. Masalan, 10 ming dollar kelyaptimi? 10 ming dollarga nimadir mashina oladi, nimadir qiladi. Yo'q. Qayerdan pul kelyapti? Masalan, zapuskizdan kelyaptimi? O'sha 10 ming dollarni hatto 20% ni o'zingiz uchun blogingizga tikib oling. Ishoning, 20% 2 ming dollar blogingizga tikasiz, kelasi safar bu 10 ming dollar bo'lmas, kamida 20 ming 30 ming qaytib keladi. Shu qayta reinvestitsiya qilishni o'rganing, blogingizga investitsiya qiling. Va keyingi asosiy etap nima deydigan bo'lsanglar, mentor topinglar. Bu sizlar uchun eng kerakli narsa bo'lishi mumkin. Nimaga deydigan bo'lsanglar, misol bilan tushuntiraman. Sizlar ketyapsizlar, masalan, tog'ga chiqib ketmoqchisizlar. Hop, tog'ga chiqayotganda sizda agarda lokatsiya bo'lmasa yoki-da yo'l yo'ruv bo'lmasa, qayerga chiqishi, siz boshqalarga ketib qolishingiz mumkin. Mentor kim bo'ladigan bo'lsa, o'sha sizdan oldin o'sha tog'ga chiqib, tog'da sizni kutib turgan odam mentor bo'lishi mumkin. O'sha u sizga mana bu yo'lda radar bor, mana bu yo'ldan borsang tezroq borasan deb turib, konkretni yo'lni o'rgatadi. Mentor topadigan bo'lsanglar, ishoninglar, sizlarning rezultatinglar o'zingizlar harakat qilib ko'rganinglardan ko'ra bir necha barobar yaxshi bo'ladi. Sizlar o'ylab o'tirasizlar, mana bunaqa vaqtda nima qilsam ekan, nima qilsam yaxshi bo'lardi deb o'ylab o'tirganingizda bitta savol berasizlar, savol berganingizda mana bunaqa qilgin deydi. Shu bitta dona yordamini o'zidan butun boshli, masalan, pul to'laydigan bo'lsangiz, pulinglarni bittada chiqarib olasizlar. Menda shunaqa bo'lgan, zapusk vaqtida o'ylardim. Masalan, webinar qilsam 2000, 3000 tadan webinarga kiradi, например. Shuncha odam kiradi, menda bular bazasi yo'q. Nima qilsam bo'lar ekan deb o'ylab o'tirardim. O'sha o'zimga mentor topganman. Mentorga aytsam, bitta dona yordam bilan bitta miyam kelmagan narsani aytgan, o'sha bilan butun boshli webinarga kirgan odamlarga qayta o'sha target yoqishni, qayta sotuvlar qilishni o'rganib olganman. Umumiy bunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Men masalan, oldin отчетlar qilishda juda qiynarardim. O'sha menga mentorim o'rgatgan, kundalik отчетlar qilishni o'rgatgan. Ya'ni kuniga 10 dollar tikdimi, o'sha 10 dollarim necha pul qaytib keladi. O'shalarni tayyor strategiyalarni qilishni RMP deydi. Mana shunaqa narsalar hammasini o'rgatgan. Menga o'shaning uchun mentor topish juda katta yordam bergan. Sizlarga asosiy beradigan tavsiyam nima? Mentor topinglar, zapuskinglar bir necha barobar yaxshiroq bo'lishga bu yordam beradi. Xo'p, bugun nima bilan gaplashdik sizlar bilan? Blogingiz orqali zapusk qilish top 10 ta qadamni gaplashdik. Noldan sotuvgacha program va umumiy shablonni berdim. VSL voronkadan foydalanishni o'rgatdim va birga bir soch texnikalarini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Xo'p, endi sizlar savol tug'ilishi mumkin. Masalan, zapuskni boshdan oxirigacha o'rganmoqchiman. Ya'ni boya sizlar bilan avtovoronkalarni gaplashdim. Mana shu avtovoronkalarni qanaqa yasayman yoki-da VSL bor ekan, mana bunaqa strategiyalar bor ekan, qanaqa qilaman degan savollar bo'lishi mumkin. Yoki da umuman mana shunaqa rezultatga chiqmoqchiman. Siz aytasiz, shu 10 ming dollarlik savdo qila olasan deb, menga mana shunaqa rezultatga chiqishimga kafolat kerak deydigan bo'lsanglar, men o'zimni shogirdlik dasturim bor. Mana shu dasturim haqida hozir qisqacha ma'lumot beraman. Agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlarni qoldirsanglar, sizlarga o'zim shaxsan aloqaga chiqaman. Xo'p, shogirdlik dasturim qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, umumiy 2 oy davom etadi va o'rtacha 16-18 ta dars bo'ladi. Har bitta darslar 1,5-2 soatdan bo'lmaydi, yo'q, maksimum 3 soat, 4 soat atrofida darslar bo'ladi. Ya'ni bunda bitta mavzuni to'liq kiramiz va har bitta detallar bilan tushuntirib o'taman va har bitta darsda o'sha case razborlar bo'ladi. Har bitta darsda aynan sizlarning loyihalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birga bir ishlayman sizlar bilan. Birga bir ishlayman degan ma'no eng asosiy menimcha kuchli tomonim bo'lsa kerak. Ko'pchilik kurslarni ko'rganman. Kurs bo'ladi, dars bo'ladi, lekin u odam bilan birga bir ishlanmaydi. Masalan, umumiy zapusk o'rgatyapti, lekin qaysi proyektga yotdi, mana bunaqa loyiha deydigan bo'lsa, u loyihaga moslab bermayapti. Bunaqa qilasan, masalan, bu joyda bunaqa qilishing kerak deb moslab bermaydi. Men masalan, agar yozadigan bo'lsangiz, sizlarga oldingi o'quvchilarni tashlab berishim mumkin. Mendan o'quvchilar oladigan asosiy narsasi nima? Men istalgan vaqtda 24 ga 7 deyishim mumkin. Qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, o'sha vaqtda muammosi bormi, muammosini yechishiga yordam beraman. Birga bir sizlar bilan ishlayman. Va asosiy 4-narsa nima deydigan bo'lsanglar, sizlarga men natijaga kafolat beraman. Ya'ni natija kafolat deganda, birinchi darsda masalan dars yoqmasa pulingni qaytarib beraman. Umumiy bunaqa narsa emas. Ya'ni kurs yoqmasa pulingni qaytaraman degan narsa emas. Rezultatga chiqaraman. Rezultatga chiqmasam pullarni qaytarib beraman degan sizlarga kafolatni bera olaman. Xo'p, kursga ro'yxatdan olish uchun yoki batafsil ma'lumot olish uchun mana shu YouTube videoni kommentariyasida, undan tashqari biosda havola bor. Shu havolani bosib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. U yerda savollar bo'ladi, bir nechta shu savollarni to'ldirasizlar va o'zim aynan sizlarga aloqaga chiqaman, birga bir gaplashamiz, o'sha konsultatsiya qilib beraman sizlarni. O'sha agarda bir-birimiz filtrimizga to'g'ri keladigan bo'lsak, kursga qo'shilishingiz mumkin. Sizlarda savol bo'lishi mumkin. Kurs metodologiyasi qanaqa, nima mavzular o'tiladi, masalan, mehmon spikerlar bormi, umumiy kurs narxi qanaqa, garantiyani qanaqa beriladi deydigan bo'lsanglar, hammasiga pastga havolani bosinglar, ro'yxatdan o'tinglar. Shaxsan o'zim ma'lumot berib o'taman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz.